Erkin Malik, bolalik va o'smirlik ko'chalari. Qaylarda siz onajon? Baxtsizlik meni yuksaltirdi. Baxtsizlik ichra baxtimni topdim. Shunday ekan, haqiqiy baxtni his qilishga sababchi bo'lgan baxtsizlik aslida baxtdir. Tohir Malik. U qanday bolalik edi? Farzandlarim yosh, o'yinqaroq paytlar edi. U vaqtlarda hozirgidek kitoblar, qo'sha telekanallar, kompyuterlar qayda deysiz? Kech kirdi deguncha ertaga aytib bering deb xarxasha qilishardi. Albatta uyqu oldidan devlar, jinlar, ajdarholar haqidagi ertaklarni aytib bo'lmasdi. Shularga kirib bosinqirashlarini xohlamasdim. Bundayroq ertaklarni esa aytaverib o'zimning ham ko'nglimga tegib ketgan edi. Kunlardan bir kun tavakkal qilib bolaligim haqida ertak boshlab yubordim. Bu ertak uzoq davom etgani, tinglovchilarim kech bo'lsa ham uxlamay ishdan kelishimni sabrsizlik bilan kutganlari esimda. Albatta mening ertaklarimni og'izdan og'izga o'tib yuradigan mashhur ertaklarga qiyoslab bo'lmasdi. Ular mening nazarimda har bir inson hayotida ketishi mumkin bo'lgan oddiy voqealar edi. Lekin ta'siri boshqacha bo'layotganini sezardim. Tinglovchilarim kundan kunga bosiq, mulohazali, kattalarga e'tiborli, ayniqsa non, osh-ovqat, kiyim-kechaklarini qadrlaydigan bo'lib borardilar. Hash-pash deguncha dunyo-yu bir aylandi-yu nevaralarim dunyoga keldi. Endi nevaralarimning bolaligi na bobosining, na ota-onasining bolaligiga o'xshaydi. Bo'sh vaqtlarini bekor o'tkazishga qo'ymaydigan narsalar chor atrofda to'lib toshib yotibdi. Internet, kompyuter kafelari deysizmi? Yana allambalolar, hatto qo'l telefonigacha. Biroq nevaralarimga ham bolaligimni gapira boshlasam, hamma narsani chetga surib, og'zimga qaraydigan bo'lib qolishdi. O'z qarashlaridan sezaman. Nahotki shunday bo'lgan? Yoshim bir joyga borganda shuni bildimki, biz keksalar o'z bolalik xotiralarimizni o'zimiz bilan olib keta olmas ekanmiz. Ajabo, bizning bolaligimiz qanday o'tgan ekan? Acha xola va radio kanal. Mening uzundan-uzun kunlarim shunday boshlanardi. Hovlimizdagi qari marvatak tutga mixlangan, o'zidan o'zi tinimsiz javrab yotadigan bir mo'jiza bor edi. Uni biz karnay deb atar edik. U hamma xonadonlarda ham bo'lmasdi. To'g'rirog'i qari-qartanglar xohlamashmasdi. Karnay kirgan joyga farishtalar kirmaydi deyishardi. Rostdan ham karnay bir gapga tushib ketsa, o'g'izni o'chirib bo'lmasdi. Pakkasi shaharning allaqaysi joyida edi. Bir kuni qo'shnimiz acha xolanikiga kirib, karnaydan urushga ketgan askarlarni gapiryapti desam, meni ham askar bolamni gapirib qolarmikan? Yillab ketdi-ku bo'ying cho'zilgur deb boshlariga yopinchiqlarni tashlab, shosha-pisha menga ergashdilar. Xola erkagi bor uy deb biznikiga chiqmas. Karnay haqida mendan eshitgan edilar, ammo o'zini ko'rmagan edilar. Hovlimizga kirganda karnayda ayol kishi gapirardi. Avvaliga xola hushyor tortib, ovoz egasini qidirib qoldilar. U yoq bu yoqqa alangladilar. Keyin ovoz marvartak tut barglari orasidan eshitilayotganini fahmlab, yopinchiqlari tagidan shu tarafga mo'ralay boshladilar. Ajabmi deb tutning atrofini yana bir bor aylanib chiqdilar. Bo'lmasa karnay qorayib shundoqqina peshonasida turibdi. Ovoz qora gardishdan chiqayotganini tasavvur qila olmayaptilar. Men qotib kulaman. U kishi menga parvo qilmaydilar. Gapirish navbati erkak kishiga kelib qoldi-yu. Xola voy o'lay deb yuzlarini to'sib oldilar-da, tutagidan nari keta boshladilar. Shu payt qo'shiq boshlanib qoldi. Hila yarim, hila. Men acha xolamga karnayni ko'rsatib, tushuntirmoqchi bo'laman. Xola tushunish u yoqda tursin, eshitishni ham xohlamadilar. Orqalariga qaramay shosha-pisha chiqib ketdilar. Aytishlaricha uylariga chiqqandan keyin chatoq bo'pti. Namoz o'qisalar, nuqul hila yarim, hila deb yuborarmishlar. U kishiga qushishni shayton ayttirar ekanda.
Xola mendan anchagacha xafa bo'lib yurdilar. Biznikiga chiqqanlarning boshi ham, oxiri ham shu bo'ldi. Ammo Karnay men uchun bir hamroh edi. U sahar maydondan ajib bir ovozda erkalab, "Turing, turing, turing" deb sisirab uyg'otgandek bo'lardi. Ovozini eshitib allanechuk bo'lib ketaman. Nimaga deganda men bechorani Acha xolam shu Karnaydan bo'lak hech kim sizlamaydi. Karnayning ovoziga saldayoq odamlarni xayollariga to'ldirib yig'loqi bir qo'shiq madhiya uyalanadi. Yasha ey ulug' Rus xalqi, buyuk og'amiz. U paytlarda biz Rossiyaga qavram edik. Har kungi hayotimiz shu qo'shiq bilan boshlanib, shu qo'shiq bilan yakun topardi. Birdan qo'shiqqa mahalladagi itlarning akillashu xo'rozlarning qichqirig'i qo'shilib, hammasi aralash-quralash bo'lib ketadi. Ko'zlarimni yirib, erinibgina tepamdagi bir ko'zli darchaga tikilaman. Zax bosgan hujramga tashqaridan xira bir yorug'lik mo'ralaydi. Hujram hali qop-qorong'i. Kechqurun kiyimlarimni yechmayoq uxlab qolganman. Yechinib yotishga ham kuchim qolmagan. Yotganman-u qotganman. Ko'ylagimning o'qlog'idek choklari uni yirtilganda o'zimni yormab olganman-da. Kechasi bilan badanimga botgan, endi o'sha joylar qichitar edi. Ayniqsa qachonlardir itpashsha chaqqan joylar qichib, toqatimni toq qiladi. Chiday olmay qolaman. U sabil kuragimni targidi. Qo'lim unaqasiga ham, bunaqasiga ham yetmaydi. Qani edi iloj bo'lsa-yu, ikkita qo'lni bitta qilib qashilab, xumordan chiqsang. Oxiri eshikning kesakisi jonimga oro kiradi. Qichishgan joyimni naq qirrasiga jazillatib bosaman-da beshik tebratar bo'lib ketaman. Lekin shu payt bir nima chut etib ketadi. Ha, bu ovoz qulog'imga xunuk eshitiladi. Naqa odobsizlikni o'rtog'im to'xtasinga chiqargan. Bir nimalarni bo'kka yeb oladi-da, orqa oldiga qaramay chattallatib ketaveradi. Yana xiringlab, "Bor ishlab kel" deb ham qo'yadi. Ko'chada odam bormi, yo'qmi, unga baribir. Ko'pincha u bilan boshashib yurishga ham uyalaman. "Unaqa qilmagin, o'g'ayni" deb yalinaman. U "Xo'p" dedi-yu, yana chut ettirib qo'yadi. Men ham shunaqa bo'lib qoldimmi deb qo'rqib ketdim. Xayriyat. Unaqa emas ekan. Azbaroy rohatdan ko'zlarim yumilib, 40 yamoq ko'ylagim 41 joydan yirtilgan bo'ldi. Ichimga sovuq epkin o'rmalab kiradi. Bu meni yana ham tashvishga soladi. Ayachamga meni kaltaklash uchun bu bir bahona bo'ladi. Hafsalam pir bo'lib esnay hovliga chiqaman. Kuz havosi salqin, ammo osmon to'la yulduz. Ular tomlargacha tushib kelgan, yaqinginadan mint qiladi. "Yota tur, tong otishiga hali bor" degandek bo'ladi. Illiqqina o'rin ko'rpam ko'zimga ko'rinib ketadi. Yana ozroq yotsammikan? Bilaman, shayton yo'lda o'g'riyapti meni. Acha xolamni namozdan chalg'itgan shayton meni ham chalg'ityapti. Undan qotib uxlab qolishdan Xudo saqlasin. Aycham meni naq o'ldirib qo'ya qoladi.